Nadir Bey har xil odam bo'ladi dedi, shunday dostonlarda ham keladi yigitlar bu. Ko'rol Sulton bir kun avaz bolasi aytgan bolam, musofirchilikqa chirsang, 3 narsaga e'tibor qil bolam. Har xil odam bo'ladi. Bir xil odam bo'ladi, o'zingga joy bersa, otangga joy bermaydi. Bir xil odam bo'ladi, otangga joy bersa, o'zingga joy bermaydi. Yana bir xil odam bo'ladi, bolam, otangga ham joy beradi, o'zingga ham joy beradi, lekin choy bermaydi bolam degan. Bir yerning ustidan borib qolsang, "Voy bobo" deb chaqirsang, uyning egasi betinga o'ngilib tiklab chiqsa, o odamdan joy so'rama bolam, choy bermaydi degan. Lipasini balanga tartib, soqolini sipalab, biqinini qarshilab, uloq ayirgan otday o'ynab chiqsa, ondan umid qil bolam, joy beradi degan ekan. Ikkinchisi qoziga qara bolam. Agar qozig'ida oti kishnab turgan bo'lsa, qo'rg'oni ishnab turgan bo'lsa, oti bor odamni ham tartibga kirib bir bolam joy beradi. Oti bor odamning boyi uyda bo'lmasa ham bichasi bilan bola chaqasi mehmonni kuzatib chiqaradi bolam degan. Uchinchisi yana birisiga e'tibor qil degan ekan, otajon nimaga e'tibor qiladi? Itiga parasat qil degan ekan. Mehmonning kelayotganini bilib ko'chaga lorsillab urib chiqsa, shundan ham umid qil bolam, joy beradi degan. Ati urgali jaramay biqindan qabirg'asi ko'rimdan qazar shang'illab yotgan bo'lsa, o'l odamdan joy so'rama bolam. Itiga bir bala bermagan mehmonga tartibini bermaydi degan ekan. Ana shunda 5,5 göz g'iratning beliga mingan avaz Gulayimizdan borayotganda hayda otamning oti, tayla otamning oti. Chambilding xonazoti mehribonimning oti deb g'iratda avazxonni tarif berib borayotgan ekan.